Qo'limda 3 xil mahsulot turibdi. Bulardan qaysi biri rezbalar uchun eng ideal hisoblanadi? Nima deb o'ylaysizlar? Kelinglar buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi uslub lyon, ya'ni lyon va yonida pasta bo'ladi. Avval rezbalarga yaxshilab lyon o'rab chiqiladi va ustidan pasta surtib, yaxshilab mahkamlanadi. Buni afzalliklarga to'xtaladigan bo'lsak, eng avvalo ko'p yillar davomida ishlatilib kelinganligi tufayli eng ishonchli usullardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari yuqori bosim va haroratga ham chidamli va keyinchalik agarda rezbalarni yechish kerak bo'ladigan bo'lsa ham qiyinchilik tug'dirmaydi va oson yechiladi. Endi buni kamchiliklariga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi navbatda rezbalarga lyonni yaxshilab o'rab chiqish uchun ozgina tajriba kerak bo'ladi. Bundan tashqari boshqa uslublarga nisbatan ko'proq vaqt ketishi mumkin. Ikkinchisi fum lenta. Buni ko'rinishi mana shunaqa lenta sifat bo'ladi. Rezbalarga o'zi yaxshilab o'rab chiqiladi va mahkamlab qo'yiladi. Endi buni afzalliklariga to'xtaladigan bo'lsak, eng avvalo narxi arzon va topish qiyinchilik tug'dirmaydi. Bundan tashqari montaj jarayoni tez va qulay bo'ladi va albatta korroziyaga chidamli. Kamchiligiga keladigan bo'lsak, yuqori bosimli tizimlarda, ya'ni 10 bar va undan yuqori bosimlarda har doim ham ishonchli hisoblanmaydi. Bundan tashqari, agarda fum lenta yetarli miqdorda o'ralmasa yoki noto'g'ri o'rab qo'yiladigan bo'lsa, keyinchalik rezbalardan suv qo'yib yuborish ehtimoli kuzatilishi mumkin. Uchinchisi suyuq fum. O'z nomi bilan suyuq bo'lgani tufayli ustiga yaxshilab surib chiqiladi va mahkamlab qo'yiladi. Buni afzalliklarga to'xtaladigan bo'lsak, eng avvalo rezbalarda agarda qanaqadir muammolar yoki sifatsiz bo'lmasa, rezbalardan suv oqish ehtimoli deyarli yo'q. Bundan tashqari mustahkamligi keyinchalik o'z kuchini yo'qotmaydi va montaj jarayoni juda ham tez amalga oshadi. Kamchiliklari esa boshqa turdagilariga nisbatan buni narxi ozgina qimmatroq. Bundan tashqari demontaj, ya'ni keyinchalik agarda yechish kerak bo'ladigan bo'lsa, bu mahkam qotgani tufayli ozgina qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Uchalasini ham kamchilik va afzalliklarini ko'rib chiqdik. Endi sizlarga savol, qaysi biridan ko'proq ishlatgan bo'lardinglar yoki doimiy ishlatib kelasizlar? Izohda albatta o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Ma'lumotlar foydali bo'lsa, like bosib, yaqinlarga ham jo'natib qo'yinglar.